Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana bugun 20-may sanasida Urdu KVZ 2012 final bosqichiga 5 kun qoldi. Diplomat jamoasi esa yana tayyorgarlikda. Mana bugun 22-may sanasida biz hozir ovoz yozish studiyasiga tashrif buyurdik. Tungi 12:45 bo'lishiga qaramasdan diplomat jamoasi qizg'in tayyorgarlik ko'rayotganini guvohi bo'ldik. Keling, hozir ular bilan yaqindan suhbatga kirishsak. Hurmatli Azamat aka, mana siz 2 yildan beri diplomat jamoasi bilan hamkorlikda ish faoliyatingizni olib boryapsiz. Demak, siz hozirgi paytda diplomat jamoasi haqida qanday fikrdasiz? Jamoani yoqqan tarafi tirishqoq, juda o'zine ishongan, yaxshi yigitlar, harakatchan. Lekin shu ba'zida bir qistanib qo'yadilar. Salgina yoshlik desa ham bo'lamaydi shundan. Xullas, gap yo'q jamoa. Hozir final ham xudo xolasa bugun 3 kun qoldi. 12 bo'ldisa 3 kun qoldi. Xudo xolasa endi tayyorgarlik hozir so'nggi ovoz yozish studiyalarida turibmiz. Ovoz yozish ishlari bilan band bo'libmiz yana jamoadoshim Jasur bilan. Xudo xolasa bu yil endi kubok uchun harakat etibmiz endi. Xudo xolasa endi hakamlara raqamdan bitamiz. Endi o'zimiz ham tirishib turibmiz. O'tgan yilgi xatolarimizni to'g'rilab, bu yil ham sahnaga chiqdik. Xudo xolasa muxlislar xudo xolasa bizani qarsaklar bilan olqishlab poddeshga tursa bo'ldi. Xudo xolasa biza uyoqtirib qo'yamiz. Jamoadoshim aytganning muxlislarimiz qo'llab tursa, xudo xolasa arani yaxshi bo'ladi deb aytamiz. Faqat muxlislardan olqish va olqish. Muxlislar olqishi bizga kuch beradi. Oxirgi so'zimiz diplomat jamoasi hamisha muxlislar uchun. Tayyorgarliklar ayni qizg'in pallaga kirgan paytda diplomat jamoasi videorolik shartining birinchi lavhasini shahrimizning ko'p qavatli binolari tomida suratga olayotgani guvohi bo'ldik. Biz esa ular tomon izlansak.
Assalomu alaykum yigitlar. Tayyorgarlik jarayonlari qanday ketyapti? Xudo xolasa hali videolarimiz davom etadi. Hozir poka boshlanishi bu. Xudo xolasa bozorlarda yaxshi treklar ishlanadi. Sirdan aytmayman qaring. Sir lekin. Zaparkadan ishimiz lekin. Siz bu yerda qanday vazifa bajaryapsiz? Mishga chaq. Yana bizning shaxsiy korpusim bor. Qaysi o'zi korpusi? Shu bizlar qarab turgan davomi bor lekin uni. Ha. Oy, bu ham taraf o'tsak ham ko'rsanadi-da. Ha, yaxshi. Shunday yana har xil narsalar aytib ko'pmiz. Demak, qani? Ko'p narsa aytdik. Demak, olsin deydi. Rahmat. Sizchi? Bu yerda hozir men kapitan ham lider sifatida diplomatni eng ko'p ishini men aytibman, ko'rsa qo'limda. Ya ishimanda bina barmoqim ham qishatib qo'ydim bu yerga. Hurmatli Urganch davlat universitetining iqtisodiyot fakulteti diplomat jamoasini asl muxlislari. Mana bugun 25-may 2012-yil sanasida Urganch davlat universiteti iqtisodiyot fakultetining diplomat jamoasi finalda. Assalomu alaykum yigitlar, xormanglar. Merhaba. Charchamasdan tayyorgarlik yaxshi ketyaptimi? Bugun finaldasiz, hayajonlar qanday? Ajoyib. Muvaffaqiyat hayajon ozgina bor, deb bo'ladi. Rahmat. Va nihoyat biz ichkariga ham kirib oldik, ya'ni Urganch davlat universitetining madaniyat saroyiga. Bu yerda muxlislar ancha ko'p, chunki bir necha daqiqalardan so'ng asosiy 5 ta fakultetni kuchli 5 ta jamoasi bellashadi. Demak, biz hozir muxlislar ichidan diplomat jamoasini haqiqiy fanatlarini izlab topamiz. Vurdum seni sog'inamiz, sahna senga boylanamiz. Bu xayollarimiz faqat muxlisda, chunki bu muxlislar o'qir narxozda. Ha ha, diplomat yana sahnada, hazil qilar bu davrada. Wow, aqlimiz oldi muxlis. Jamoasining haqiqiy fanatlaridan bo'lgan Bobojanov Farhod bilan batafsil suhbatda bo'lamiz. Farhodbek, kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo. Mana bu gal biz diplomat jamoamiz finalga chiqganmiz. Bilish uchun diplomat jamoasiga omad tilayman. Bugun ishtirokchi jamoalarni hurmat va ehtirom bilan davramizga taklif qilamiz. Va nihoyat iqtisod fakultetining diplomat jamoasi. Sahnada Diplomat jamoasining homiylarini e'lon qilib o'tamiz. Iqtisodiyot fakulteti ma'muriyati, Safo ota xususiy firmasi, Narel avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasi va bosh homiy Ipoteka bank Tinchlik filiali. Bo'lmasam ushbu shart namoyishi uchun iqtisod fakultetining diplomat jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Diplomat jamoasi yaqindan yordami uchun sobiq iqtisodiyot fakulteti talabalari va hozirgi kunda Ipoteka bank Tinchlik filialida faoliyat yuritayotgan bank boshqaruvchisi
Adambayev Qahramon Azadovich. Bosh buxgalter Jumaniyozov Sanjar Bahromovich, kredit bo'limi boshlig'i Atajonov Ikrom, pul muomalasi bo'limi boshlig'i Muxtorov Hamidlarga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Demak, diplomat jamoasi sahnamizda, marhamat. Bo'lsin bizga omad yor. Ipoteka bank hamkor. Chiqishlari alomat, kutib oling diplomat. Muxlislarni sehrlab, sahnalarni o'g'irlab, kolonka mikrofonni qo'ydik mana to'g'rilab, sahnaga tortib parda, qilmaymiz endi zarda. Chiroyli siz muxlislar, kulsangiz siz agarda. Xayolidaman yuragida, yuragidaman yuragida, muxlislarning yuragida, xayolidaman xayolida. Tak, makaranglar Doni şurada, Cesur şurada, Sencer kanı, Sencer yollarında. Sencer, Kamaz, Sencer, Kamaz, Ostan. Kamaz yaptır. Asla, Kamaz. Sizga qarab bırakıp chetrak tursa bo'lmaydi. Tak, valla muxlislarimiz şurada. Xudoga shukr. Tak, qizlarim şurada. Xudoga shukr. Qarindoshlarım ham şurada. Xudoga shukr. Hakamlar. Hay, estağfurullah. Valla akşam görseniz uy yanında yaman zor toy oldu. Nechik to'y? Toyni zor yeri, oyun ahırında yani gelin bakı, aslında doğru radoma gittik kaldılar. Ona ya, akşam biz yanında toyna, gelin bilen giyonu öz balası təbriklep turtaq. Sen akşam fakültette nasıl renk yok hadi? Akşam fakültenin arkasında skameyke bakı. He. Aşağıda ben seni kucaklayıp öpecek ve oturuyordum. Damlaga kızı bana. Geldan Cesur senden gitmedim. En bir faal talebimiz bu oturup şu işte sana uyatın yok ekan deb sök taşadı. Kim jattı? Keyin yanımdaki yakarat turdan yolda senden gitmedim dedi. Demek göremiz bize de birinci numar tug'ruqxonadagi holat. Hatun. Toşi, men ürget cennet versen, oğul doğasan kanı. Hatun. Rast. Demek bize de futbol. Xorazm Real Madrid 0-39. Birinci taymdan keyin göremiz giyinishxonasida Xorazm. 39-0 ötürümüz tenge. Birinci taymdaki 39'un helen birinci taym 39 minut oldu. Bilinme 45 minut olsa çalıp ötürüp getiririz seninki. Uyatın yok. 39 top ötürdük. 39 top. Bir çara tapışımız gerek. Bende trener bir çara var. Ne o çara? Bu Varatalis koyalı. Varatar yok mu hele? Varata yok. Nerede? Üyünde turbalı suya gitmeyip de köyüne. Ha turba yarılıp turgan bolsa men turnirmen mi? Bana bir ağzımı aytsam oladık özüm var öt berip silestir 3 son vermek ne gerek? Ma beraber sıçpın doğru mu? Sen noğa girdin? Sen noğa girdin beni? Sen noğa girdin? Futbol oynadık tirdin mi? Senin o? Ulan 9. nömerdeki Benzema gözlük kupasam mı? Benzema gözlük kupasam erkek bu Benzema'da gözlük kupasam mı? Ronaldo'ga kıp Ronaldo'ga. Ronaldo'ga kıp çeken mi? Kıpırttayken Ronaldo bilen. Trener erkekçilik. Uya erkekçilik. Ey! Sizlerden Baku, sizlerden. O Xorazm Rakı'nın oyuncuları hem yaxşı oynadı bilesən mi? Sen akşam toya bardın Murat'ın oyuncusu mu akşam oynadı? Futbol batırdı futbol. Aşıladan yaxşı oynadı sizlerden bilesən mi? Bizəni büyük oyunumuzda bizəni Çellim xamilerimiz göstərdən. Çelli. Çellim xami. Çelli. Üstükman bir xamiyle. Xamimizi bilesən mi? Kim? Gürlen tek. Navu? Gürlen. Navu? Navu? Gürleski. Oh! Gürleski. Oter. Aşırda filialı olan bizlere futbol kedik verdi. Gördün mü? Yine Gürlen tek stebası koydu. Ne çünkü kopman. Başka futbol kez bu manekin kessan.
sizlerim hep per kopmak yine forma kıra formaga. Forman mı? Ha? Forman mı? Mayka mı? Makaran. Mayka boğan nene. Buna saydık koşkayt koydu. Enin de maykene gilleri oyma. Real Man'ı azaba koyma. Makaran. Yaxşı. Yaxşı. Mayka beripse iltimas. Bir maykeni ikiye bölmeyle bir büsbütün maykeni berenle. Yarım belli bu. Dur. Ayla. Gördünüz mü? Arkamıza çiz kopmuş. Hele hemen şortisini giymedik. Yaxşı. Davay. Ey. Ömer oilada ona yo'q vaqti ota bilan bola nima qiladi ko'ramiz. Gelevering. Yok. Uyda apamam yechkisi menda kam edi. Ekamam uyda yo'q. Gelevering. Choy ichib o'tiramiz. Gelevering hech kim yo'q, xotin uyda, bola o'qishda, bizlar ham choykamizdan ketamiz ya. Al. Balam, ne o'qishdimiz? Kim bu? Al kim? Kim bu xotin? Kim? Seni balam berege. Apan kontraktını tölemende geçte qo'shimcha ishdan olib Gelevering, uyda hech kim yo'q. Erimam bolaman ishda, o'qishda. Albatta. Bunday oileler umuman cemiyetimizde yok. İlahım bolması ham. Şartımız sonunda ne diyecekmiz? Cesur. Kıvızı ermanın var mı? Ermanım yok. Ne için dese, üke seni yolunu versin. İlahim çempiyon boğuysan da oturan ondan köp ustazla arttırdım. İlahim usta, yolunuzu bergide oturan 100'den köp şagirdlerim var. Bak ferişte diyeyim bu, bir aile diyeyim bu oturan muhlislerim var. Lekin yegana maksadım kubuk. Elbette bugün erişemiz diye ümittemiz. Diplomat muhlisler cemaati. Firmamızın oldida ko'zim tushib qoldida muxlislarning olqishi yurakka o't soldida qimiziga kiringda bizni qo'llab turingda eshak uzli hazil. Diplomat jamoasiga olqishlaringiz va birinchi shart finalgacha oson bo'lmadi sharti natijalari bilan tanishtirib o'taman. Pedagogika fakultetining status jamoasi 3-4-4-4-4 1 ball jarima balli, umumiy ball 3-6. Tabiatshunoslik va geografiya fakultetining olifta jamoasi 3-3-4-3-3 umumiy ball 3-2. Matematika fakultetining bojalar jamoasi 4-2-3-3-3 umumiy ball 3. Iqtisodiyot fakultetining diplomat jamoasi 5-5-5-5-5. 1 ball jarima balli, umumiy ball 4-8. Bo'lmasam hamma jamoalarga omad yor bo'lishini tilaymiz va ikkinchi shartimiz savol-javob shartini boshlaymiz. Pedagogika fakultetining status jamoasi. Odatda shunday. Nechun kollej talabalari o'rtasidagi final Ogaxiyda bo'ladi, universitetning finali Madaniyat saroyida bo'ladi. Odatda shunday. Nechun kollej talabalari o'rtasidagi final Ogaxiyda bo'ladi, universitetdagi final Madaniyat saroyida. Endi kollej talabalari ham 3.800 kontrakt to'lasinlar, ko'ramiz nega bo'ladi. Bo'lmasam tabiatshunoslik va geografiya fakultetining olifta jamoasi savolini tinglaymiz. Marhamat. Odatda shunday. Nimaga shunday bo'ldi? Savolni ishlatacaksınız. Yuring uyda hech kim shashib o'tiramiz. Bojalar jamoasining savolini eshitamiz. Marhamat. Odatda shundaymi, bundaymi? Ras. Odatda shundaymi, bundaymi? Anvaramiz bundaymi yo bundaymi? Sardaramiz bundaymi yo bundaymi?
Diplomat muxlislari bundaymi? Bundaymi? Sardara, şöyle size 2 bet she'r yozib keldim, aytib bersam bo'ladimi? Loppa loppa. Loppa loppa desem seni erkelep, erkelep. Diplomat jamoasining savolini eshitamiz, marhamat. Odatda shunday, aralash. Savolimiz odatda shunday aralash edi. Bu ключевое слово edi bu aralash. Endi tasavvur etinglar, televideniyada ikkita tarixiy ko'rsatuv bilan futbol sharhi aralashib ketdi. Demak, tinglaymiz. Azizlar, siz bilan bugungi ko'rsatuvimiz Chingizxon haqida. 1325-yil 6-may İspaniyaning 2 jamoasi yarim finalga chiqdi. Barselonaliklar ustozi futbolchilarni ruhlantirish uchun shunday dedi. Mavaran nahrini biz bosib olishimiz kerak. Agar men 7 ta o'g'limdan bittasi Messiga o'xshaganda edi. Shunda biz oltin to'pni olardik. Bu gapni eshitgan Guardiola Messini duxini ko'tarish uchun shunday dedi. Bo'yningga qilich kelsa ham rost gapir. Men xiyonatli insonlarni kechirmayman. Xiyonatli insonlar bamisoli Casillasga o'xshab o'z darvozasidan 5 ta to'p olib chiqadi. Deganlar adashadi, chunki Casillas saroydagi kanizaklardek ajoyib o'yin ko'rsatar edi. Jang baribir bo'ladi. Jangda kim yutishini bilsangiz, o'z jamoangizni qo'llab-quvvatlang va 200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu diplomat jamoasining savoli va javobi edi. Ikkinchi shartimiz bo'yicha jamoalarga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz va ikkinchi shart baholarini e'lon qilaman. Status jamoasi olgan ballar 2, 3, 4, 2, 3. Umumiy ball 208. Olifta jamoasi olgan ballar 3, 4, 3, 3, 2, umumiy ball 3. Bojalar jamoasi olgan ballar 3, 4, 4, 2, 2, umumiy ball 3. Va diplomat jamoasi olgan ballar 4, 5, 5, 3, 4. Umumiy ball 4, 2. Uchinchi shart musiqiy shartimizni sahnamizda namoyish qilish uchun iqtisodiyot fakultetining diplomat jamoasini sahnamizga taklif qilamiz. Diplomat jamoasiga yaqindan yordami uchun 2-son akademik litsey ma'muriyatiga, xususan litsey o'qituvchisi Karimova Nigora Tajumuratovnaga alohida minnatdorchilik bildiradi. Rost. Sahnada diplomat jamoasi, marhamat. Şartımız her daimgidek hamma kutgan novi ertak, hindcha ertak. Vir Vazaraning o'zbekcha talqini Vir bo'yning to'li kir filmida. Demak, tomosha qilamiz. Ammo vaqting bosh qahramonimiz Aziz Babu iqtisod fakultetining turizm yo'nalishida o'qigani uchun o'zini spesi bo'yicha Xorazm Palas praktikani Xorazm Palasda Palas yuvish bilan o'tiradi. Qantirab oshib ketdi, daryoday toshib ketdi. Sessiyalaring shu qadar jonimdan o'tib ketdi. Yudema meni sir yuvmayman, g'olib olasim yuvmayman. Yetar shuncha yurganim, praktikaga kelmayman. Shunday qilib Aziz Babu g'olini ishqalab, g'olini tenidan jinni chiqarib berdi. Men ko'ramanmi? Jinlimasan sen, jinsan. Yaxshi. Tilagingni. Men jamoada ketib edi, palas o'rib, men boqdimmi chetdan toping. Sen boqdingmi? Hindistondan topasan. Hindistondan. Men yere shatib boraman. Sen bu yere otda borasan. Otda giyim bermaysanmi? Giyimmi? Giyimni Köne bozordan olasan. Nereden? Köne bozordan. Men nasan emiz adam olmay, Rasenterdan giyinaman. Shunday qilib Aziz Babu o'z yo'lini, o'z yorini Hindistondan qidirib, o'zining oppoq,
Simbirg'i ismli otida Hindiston tomon yo'l olibdi. Ha, ot juda ham tezkor edi. U hatto Prado Jeepdan ham tez yurar edi. Zo'ra, piyoda yuraverimda birinchi. O'zim bilaman yurishni. Ha, shunday choptirib borayotgan paytda ularning oldidan jarlik chiqdi va shunday sakrashdi. Va yo'lda davom etayotgan paytda Aziz bobuning ichi qisib radioni qo'yib berdi. Yesikbol radio kanalining Hamroz dasturida Aminzoda 69-marta. Bizning Mash'al radio kanalimizda otaxonlarimiz uchun Babiloniya qo'shig'i. Babiloniya. Va yo'lda davom etayotgan paytda Hindistonda shunday vaziyat edi. Ey gülni gülü. Yok sen emas kaç. Ey gülni gülü. Men sana turmuşa, sen bana turmuşa çıkasan. Ne için? Ahır meni canıma deydi bu ilotdagi eşeklerini. Gepleri kaça öylenesen. Şunun için sen bana turmuşa çıkasan. Çıkınma. O men danımın durttu bu. O danımın durttu. Men Emin Çopraman. Çıkınma. Sen danımadın, men Emin Zadaman diyecekmen. Tem böyle çıkınma diyecekmen. Bize razımızın bu gepe? Ben bir çıkasan yürü, sen alamat çıkalların bilen koşup alama. Shunday qilib, u majburlab uylanmoqchi bo'layotgan paytda uning xalaskori Aziz bobo yetib kelibdi. Men keldim. Sevgilimni yubar bana. Ne o, men severadim onu. Ne için? Men ham sevman. Gel sevgilim bana. Shu paytda jang boshlanib ketdi. Какая женщина? Dünya, dünya sen Eshak! Ha, bilaman, tretий lishniy, lekin tezroq bo'l, boshqa klientlar ham bor ekan. क्या बोलती तू? Gözünden görünürken sen bana aşık dursan, lekin sendin aşıklar bana göt yolukar. घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? Hiçbir kız sen gibi yüreğimden vurmadan. Düşünmedim. Dildara? Gülnara. Assalamu alaikum. Karanlık girecekmiş aramıza, yuva süzer yolamaz asla yakınımıza. Ha, shunday qilib ular va nihoyat turmush qurishga qaror qilishdi. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Güzel keçelerde ay ham tanım silkin azaplarını şaşırım Ah geceler, sensiz geceler, hayranlıktan bidar geceler, hatıralar, kıynak benim gözüm yolda,
yükseler. Ha, bundan keyin. No bundan keyin, bundan keyin. Ha, no. Hem maqsini bundan keyin. Ha, no. No, sen oynaysan, hech o'ynab bilmaysan, tushundingmi? Ko'rinma o'ynayman. No bu. Bize bu ammo urushganimizda bizani birlikka Charlidon kamolot bu. Kamolat sen, kamolat men. Kel, birlashamiz. Birlashib biz katta kuchmiz. Namus bilan or bo'lmas, diplomatni yig'latganni. Qo'limda 5 bol bo'lmas, diplomatni yig'latganni. Bizning jamoamiz bir olmaz, chiqsa agar yutmay qo'ymas. Rektor ham panohga olmas, diplomatni yig'latgan. Yuzlarimda nuri bo'lmas, kamolotda o'rni bo'lmas. Muxlis ham hakam deb bilmas, diplomatni yig'latganni. Goh o'lib, goh kulib bo'lmas, bosh ko'tarib yurib bo'lmas. Dekandir izzati bo'lmas, diplomatni yig'latganni. Jamoasini olqishlaymiz. Juda ajoyib chiqish bo'ldi. 3-shartimizni status jamoasi olgan ballar 5 5 5 5 5. Umumiy ball 5. Olifta jamoasi olgan ballar 4 3 3 4 5. 1 ball jarima balli. O'rtacha ball 3 6. Bojalar jamoasi olgan ballar 4 3 4 3 5. Jarima balli 1. O'rtacha ball 3 6. Diplomat jamoasi olgan ballar 5 5 5 5 5. O'rtacha ball 5. Va keling navbatdagi oxirgi shartga sizlarni taklif qilamiz. Video rolik sharti aytolmaganimizni ko'rsatamiz. Yotoqxonadan ajraldim. Endi qayer Yapılmaz işten kime yürse, yapılmaz işten kime yürse. Yine Kuvayt'tan çıktım. Pulun yok mu? Girmeysen. Insni bitiravering, gaplashaman bular bilan. Payoka o'chir, plastika o'chir, zapravka naq endi. Bo'lsang gol bo'la, shatdingmi? Saldirsang saldiraqmi? Bizlar ham saldiramiz. Aha. Niyobazor
Meva bozoriga kim boradi? Merkez 31 boradi meva bozor 31 boradi. Redisga hammasini doshimiz. Hozir kelsa, mushukni beraman. Bu ham kelaversa bo'ladi-ku. Axir men skuz uchun 2 oylik stipendiyadan kechib, shahardagi eng ulug' restoranni zaryad etib qo'ygan bo'lsam, do'koni Nihoyat bugungi o'yinning bugungi shartlarini yakunladik. Oxirgi shart natijalarini e'lon qilib o'tamiz. Status jamoasi olgan ballar 5 o'rtacha 5. Olifta jamoasi 5-4-3-4-4 o'rtacha 4. Bojalar jamoasi 4-3-4-4-4 3-8 o'rtacha ball. Diplomat jamoasi 4-5-4-5-5 o'rtacha ball 4-6. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli talabalar. Hayajonli daqiqalar. Men jamoalarga omad tilayman. Kelgusi ishlarda muvaffaqiyat tilayman. Diplomada gaza, diplomada dilim ojiz meni. Omad. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar hamda jamoalar. Diplomata kelsak, уже bu yerda so'z sabab bularda praktika kuchli. Gerek musikani yerinde berish ko'rsanib turibdi. To'shnost. Ham hazillarni bir-birine ulash juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hazillarni bir-birine ulash. Ham endi Xamini o'zini o'ndim baribir. Rahmat. KVZ Krali, ya'ni bu o'yinni, bu turni, bu yilni KVZ Krali degan bir nominatsiyasi bor ekan. Urganch davlat universiteti boshlang'ich tashkiloti tomonidan 2012-yil mustahkam oila yili munosabati bilan o'tkazilgan Quvnoqlar va Zukkolar universitet final bosqichida eng sho'x yigit nominatsiyasi g'olibi. Kutib oling. Kim? Marhamat, kutib oling. Iqtisodiyot fakultetidan Ahmedov Aziz. Marhamat, lekin baqiravermaysizlar. Ikkinchi darajali diplom bilan Quvnoqlar Zukkolar universitet final bosqichi g'olibi Iqtisodiyot fakultetining diplomat jamoasi desam yanglish bo'ladi. Marhamat, ikkinchi darajali diplom bilan status jamoasi.
Stop. Demak, birinchi o'rin kutib olamiz. Necha yil oldi? Iqtisod fakulteti olmaganmi? 6 yil o'tdi, birinchi o'rin olmagan. Quvnoqlar va Zukkolar universiteti final bosqichi g'olibi birinchi darajali diplom va Quvnoqlar va Zukkolarni ko'chada o'ynagan bu, ko'chmasmi ya bu? Ko'chada o'ynagan bu. Ko'chmas kubok emas, saqlab qolish kerak buni. Demak, birinchi darajali diplom bilan diplomat jamoasi. Muxlislarni sehrlab, sahnalarni o'g'irlab, kolonka mikrofonni qo'ydik mana to'g'rilab, sahnaga tortib parda qilmaymiz endi zarda. Chiroyli siz muxlislar, kulsangiz siz agarda. Xayolidaman yuragida, yuragidaman yuragida, muxlisimning yuragida, xayolidaman xayolida. Diplomat sening zo'rsan. Diplomat sening zo'rsan. Shirmamizning oldida ko'zim tushib qoldi-da, muxlislarning olqishi yurakka o't soldi-da. Qiviziga kiring-da, bizni qo'llab turing-da, eshak uzli hazillar diplomatni kuting-da. Xayolidaman yuragida, yuragidaman yuragida, muxlisimning yuragida, xayolidaman xayolida. Muxlisimning yuragida. Diplomat sening zo'rsan. Yondiramizmi? Hey, kuydiramizmi? Raqiblarni biz bugun sindiramizmi? Yondiramizmi? Kuydiramizmi? Raqiblarni biz bugun sindiramizmi? Xayolidaman yuragida, yuragidaman yuragida, muxlisimning yuragida, xayolidaman xayolida. Muxlisimning yuragida. Diplomat sening zo'rsan. Jasur. Aziz. Diplomat hamma chempion bo'lib keyin birinchi marta chempion bo'ldi lekin. Rahmat. Demak, diplomat jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Biz jamoani chin qalbdan tabriklaymiz.
YouTube uchun va biz hozir jamoa oldiga kelamizda ular bilan batafsil suhbatda bo'lsak. Eng zo'r jamoa bu Ilohim, bu sizni YouTube'laringiz ilk boshlanishi bo'lsin. Demak, buni yakuni hech qachon cheksizlik deydi-yu. Xuddi cheksizlik. Demak, nimani kubokni umuman qo'ldan boy bermaslik kerak. Endi faqat shuning uchun harakat qilish kerak va albatta respublika bosqichiga o'tishga harakat qilish kerak. Demak, men shu yerda bir savol qiynayotgan edi. Nimaga endi Azizbek bugungi KVZ final bosqichida eng sho'x yigit nominatsiyasi g'olibi bo'lishdi? Azizbek. Nimaga aynan shu nominatsiyani sizga berishdi? Aziz, sen like ko'rmang Aziz o'zing ayt. Savollarga Aynan. Balki boshqa jamoa a'zolari ham bor yoki qizlarimiz ham bor. Ayt. Vaqt ko'rdinglar-ku? Yo'q, eng sho'x qiz. Javob komik bo'lsin. Chiqib bilmay, harakat qilib ranglangda tadamman. Biz syomkamizni ilk boshlagan paytimizda Jasurbek jamoa sardori yo'q edi. Biz bitta savol bilan jamoaga yuzlandik va biz jamoadan oldik savolimizga javob va endi sizdan olmoqchimiz. Jasurbek, shaxsiy bir savol bermoqchimiz. Va demak biz savolimizni takrorlaymiz. Bilamizki, diplomat jamoasini haqiqiy mardona rol ijro etuvchilar desa bu hamma Jasurbek va Azizbek deyishadi. Demak, sizni Azizbek safdosh do'stingiz. Demak, kelishmagan paytlaringiz bo'lganmi? Endi kelishmagan vaqtimiz ish bo'lgan joyda urush xato bo'ladi. Ha? Kelishmagan vaqtimizda yo Aziz qo'y dedi, yo men qo'y demay ish qilib bir-birimizni to'ldiramiz, shu bilan normal bo'lib ketadi. Demak, Kamolot sizni birlashtiradi. Sizni shioringiz diplomat, muxlislar jamoasi. Rahmat. Harakat etdik. Toza jamoa shakllantirdik. Toza jamoani noldan shakllantirish bu oson emas hech qachon. Birinchi yilda kubokni olish bu yuz deyaradi. Sabr qildik, harakat etdik. Shu indiki yil shu kubokka erishamiz deb bir necha festivallarga qildik. Avvalambor iqtisodiyot fakulteti ma'muriyatini o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga eng katta yordam baribir o'zimiz o'qigan dargohimiz, dekanatimiz, shaxsan dekan professor iqtisodiyot fanlari doktori San'at aka Kamilish o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu insonlar juda ham katta yordam berdi, sharoit yaratib berdi. Bundan keyin Safota xususiy firmasini hamda Narel avtomobillarga yanol quyish shoxobchasini, bundan tashqari ikkinchi son akademik litsey ma'muriyatini xususan Nigara domlamiz Tajimurodovni o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va o'tiribdilar. Ana o'zlari katta hissasini ko'rsatib bizani xudo xohlasa chempion bo'lishimiz. Va eng asosiy bosh hamimiz albatta Ipoteka bank Tinchlik filialidan o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Xususan bank boshqaruvchisi hamda bosh buxgalteriyani o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Yosh iqtisodchilar bank sari, ekonomika sari olg'a intiladi. Shuning uchun bosh hamimiz Ipoteka bank Tinchlik filiali. Demak, sizga kelgusi ishlaringizda omad tilagan holda biz ishonamiz, diplomat doimo muxlislar uchun o'ynaydi. Rahmat. Kirovich, bilasizmi, bugungi bellashuvimiz menimcha juda ham qiziqon bo'ldi. Jamoalar ancha bir-biriga shiddatli, nima deydi, zarba deb ataladigan bir oddiygina bir prikollarni, hazillarni tayyorlab kelishganini guvohi bo'ldik. Xo'sh, diplomat jamoasi, agar siz o'tgan yilgi diplomat jamoasini chiqishlarini ko'rgan bo'lsangiz, bu yilgi chiqishlar o'tgan yilgidan qaysi tomonlari bilan farq qiladi? Qaysi sifatlari bilan? Yaxshi va o'z navbatida kamchiliklarini ham aytib o'tsangiz. Endi men umuman olganda diplomat jamoasida to'g'risida emas, umuman olganda iqtisodiyot fakultetini gunohlar va zukkolar o'yinidagi o'zini turadigan mestasi joyiga, o'rniga ega bo'lgan bir fakultet sifatida bir tan olamiz baribir. Sabab Xorazmni yulduzlari, Xorazmni san'atini, gunohlar va zukkolarni poytaxtgacha chiqargan o'sha iqtisodiyot fakultetining bo'ydoqlar jamoasi. Undan keyin terma jamoa, yoshlar jamoasini ko'pchilik a'zolari ham iqtisodiyot fakultetida. Mana shularning izdoshlari sifatida mana bugun diplomat jamoasini bugun chiqishlarini ko'rdik. Haqiqatan ham diplomat jamoasi mana 3 yil o'tdiki, hali tashkil qilinganiga shu jamoani bu yangi bir tashkil qilingan paytida hazillari unchalik nima deydi, bizani muxlislarimizni tilida aytganda yemasdi deydi-ku. Mana shu sekin-sekin asta-sekinlik bilan harakat, ijod, yangilikka intilish bilan mana bugun o'zini
Haqiqatdan ham diplomat o'zini eng yaxshi hazillarni o'rab chirmab diplomatga solib final uchun asrab qo'yganini o'zini ko'rsatib berdi. Isbotladi. Ularga yana ijodiy barkamollik, o'qishlarda rivoj tilaymiz. Keyinchalik ham mana shunday yaxshi bir hazillari bilan iqtisodiyot fakultetini haqiqatdan ham iqtisodiyot fakulteti ekanligini ko'rsatib beradigan bir jamoa bo'ladi degan niyatdamiz. Demak, Urganch davlat universiteti iqtisodiyot fakultetini diplomat jamoasi endi haqiqiy o'zini o'rnini egalladi desak adashmaymiz. Sekin hali ham egallagani yo'q. Egallashi uchun birinchi navbatda o'sha hazillar bilan poytaxtda ham muxlislarning qalbini joy olishi kerak. Hozir o'zimizning Xorazmni muxlislarning qalbidan joy olgan bo'lsa ham, bu hali endi birinchi pog'ona, ikkinchi pog'onani bosib o'tdi. Haqiqiy pog'onani bosish uchun poytaxtda ham o'zini o'rniga ega bo'lishi kerak. Shundagina bizning Xorazmning haqiqiy san'ati, dunyo tan olgan san'ati, hazillari, yuringlari deymiz, hazil gap tagida gaplari bular poytaxtda ko'plab muxlislarimizni qalbidan joy olgan. Hozir ham shularni davom qiladi degan niyatdamiz. Ularga omad. Rahmat. Demak, diplomat jamoasi muxlislar uchun o'ynaydi.